Assalomu alaykum. Bugun hiqildoqni gaplashamiz. Hiqildoq, larynx. Hiqildoq bo'yinning oldingi o'rta sohasida joylashadi. Hiqildoqni yuqorigi tomoni til osti suyagi bilan chegaralanadi. Hiqildoqni pastki tomoni traxeya bilan chegaralanadi. Demak, hiqildoq yuqorigi tomondan boylamlar orqali til osti suyagiga, pastdan bevosita traxeyaga davom etadi. Hiqildoqni oldingi tomonida mana biz ko'rishimiz mumkin hiqildoq bo'rtig'ini. Hiqildoq bo'rtig'ini lotin tilida prominentia laryngea deb aytamiz. Hiqildoq skeletotopiyasi yuqorigi tomoni bevosita 4-bo'yin umurtqasi sathiga to'g'ri keladi. Pastki tomoni, ya'ni tugashi va traxeyaning boshlanishi 6-7-bo'yin umurtqasi sathiga to'g'ri keladi. Hiqildoq harakatchan a'zo yutunganda va ovoz hosil qilganda, ya'ni gapirganda hiqildoq vertikal harakatga keladi. Hiqildoqning chegaralari. Hiqildoqni oldingi tomondan til osti suyagining ostidagi mushak guruhi, ya'ni bo'yinning o'rta guruh mushaklari ikkiga bo'linadi. Til osti suyagining ustidagi va til osti suyagining ostidagi. Demak, o'sha o'rta guruhdagi kichkina guruh til osti suyagining ostidagi mushaklar guruhlari hiqildoqning oldingi tomonidan chegaralab turadi. Ikkita yon tomondan bo'lsa, ya'ni o'ng va chap tomondan bo'lsa, qalqonsimon bezni yon bo'laklari bevosita hiqildoqni chegaralaydi. Hamda qon tomir nerv tutamlari. Qon tomir nerv tutamlari haqida biza oldingi mavzuda halqum haqida gaplashganimizda tushuntirib berganmiz. Qon tomir nerv tutamlari halqumni ham yon tomonlarini bevosita chegaralab berar edi. Hiqildoqning orqa tomoni bo'ladigan bo'lsa, hiqildoqning orqa tomoni mana bevosita halqumni hiqildoq qismi bilan chegaradosh bo'ladi. Demak, bu hiqildoqni o'sha 4 ta tomonlama chegarasi. Demak, hiqildoqni mana bu sathida, endi yuqorigi tomonida bevosita til osti suyagi bilan hiqildoq o'rtasida, aniqroq hiqildoqning qalqonsimon tog'ay o'rtasida boylam bor. Bu boylam juda keng bo'lganligi uchun ham biz buni membrana, ya'ni parda ham deb aytamiz. Demak, membrana tirohioidea, ya'ni qalqonsimon tog'ay va til osti suyagi o'rtasidagi membrana hisoblanadi. Oldingi tomonida mana qalqonsimon tog'ayni pastki tomonida mana bu yerda mana boylamni ko'rishimiz mumkin. Bu boylam qalqonsimon tog'ay bilan uzuksimon tog'ay. Ya'ni uzuksimon tog'ay mana bu sathda joylashgan, oldingi tomonni muskul to'sib turgani uchun biz uni yaxshi ko'rmayapmiz. Demak, mana uzuksimon tog'ay. Uzuksimon tog'ay bilan qalqonsimon tog'ay o'rtasida boylam bo'ladi va biz bu boylamni ligamentum cricotiroideus deb aytamiz. Va uzuksimon tog'ay tugashi sathida mana bu yerda yana boylam bor. Bu demak uzuksimon tog'ayning tugashi bu hiqildoqning tugashi hisoblanadi va albatta undan keyin traxeya boshlanadi. Demak, ligamentum cricotracheale deb bu aytiladi. Traxeya bilan uzuksimon tog'ay o'rtasidagi boylam. Hiqildoq tog'aylari ikkita guruhga bo'linadi aslida. Hiqildoqda juft tog'aylar bor va hiqildoqda tog' tog'aylar bor. Hiqildoqning juft tog'aylari bular ikkitadan bo'ladi, shuning uchun ham juft deb aytamiz, o'ng va chap. Bularga demak cartilago arytenoidea, cho'michsimon tog'ay, cartilago corniculata, shoxsimon tog'ay, cartilago cuneiforme, ponasimon tog'ay. Demak, shoxsimon, ponasimon va cho'michsimon tog'aylar kiradi. Tog' tog'aylari bo'ladigan bo'lsa, ular ham 3 ta bo'ladi. Faqat bular bittadan. Demak, buni bittasi bu qalqonsimon tog'ay, to'laligicha mana sathi qalqonsimon tog'ay va uzuksimon tog'ay aytib o'tdim boya. Demak, cartilago tiroidea qalqonsimon tog'ay, cartilago cricoidea uzuksimon tog'ay va oldingi darslarda ham biz mana bu tog'ayni bilamiz. Bu tog'ay cartilago epiglottica. Demak, biz bu tog'ayni hiqildoq usti tog'ayi deb aytamiz. Demak, hiqildoq usti tog'ayi qalqonsimon tog'ay hamda uzuksimon tog'aylar. Bular hiqildoqning tog' tog'aylari hisoblanar ekan. Qalqonsimon tog'ayda demak qanday qismlar bor? Demak, mana bu qalqonsimon tog'ayni yuqorigi o'ymasi, incisura tiroidea superior. Va mana bu sathda mana demak qalqonsimon tog'ayni pastki uymalari bo'ladi.
incisura tiroide inferior. Qalqonsimon tog'ayni ikkita plastinkasi bor. Demak, lamina dexter, lamina sinister. Demak, o'ng va chap plastinkalari bor. Qalqonsimon tog'ayda shuningdek, demak biz ko'rishimiz mumkin, mana tuberculum tiroidea superior va mana bu sathda demak tuberculum tiroidea inferior bo'ladi. Ya'ni qalqonsimon tog'ayni yuqorigi do'mboqchasi va qalqonsimon tog'ayni pastki do'mboqchasi. Shuningdek, qalqonsimon tog'ayni yuqorigi shoxi biz buni aytamiz cornu superior cartilago tiroidea va qalqonsimon tog'ayni demak pastki shoxi mana shu sath pastki shox hisoblanadi. Cornu inferior cartilago tiroidea deb aytiladi. Va bitta narsani aytib o'tish kerak, e'tiborga olasizlar hurmatli talabalar, mana bu yuqorigi do'mboqcha bilan pastki do'mboqcha oralig'ida liniya bo'ladi. Mana qalamni qo'yib ko'rsataman. Bu qiyshiq bo'lgani uchun ham bu liniyani, ya'ni chiziqni liniya obliqua, qiyshiq chiziq deb biz aytamiz. Bu ikkita tomonda ham bor. Men bitta tomonni ko'rsatdim, bular ikkita tomonda ham bo'ladi. Mana yuqorigi va pastki do'mboqcha va mana o'sha men aytgan demak qiyshiq chiziq. Endi mana bu hiqildoq usti tog'ayi mana. Hiqildoq usti tog'ayining haqiqiy ko'rinishi men atrofini demak qalam bilan chegaralab ko'rsatyapman. Biz buni cartilago epiglottika deymiz. Unda o'zi ikkita asosiy qism. Bu bittasi mana do'mboqchasi biroz bo'rtibroq turibdi. Biz uni tuberculum epiglottika deymiz va pastda mana dastasi petiolus epiglottika. Demak tuberculum epiglottika va petiolus epiglottika degan unda qismlar bor. Demak, hurmatli talabalar, e'tibor qilamiz, hiqildoqni biza bu mulyajda aynan mana shu holatida ichki tomonini ko'rib turibmiz. Demak, hiqildoqni mana ichida, o'rtada demak ovoz tirqishi bo'ladi. Rhemaglottidis ovoz tirqishi, ovoz tirqishidan yuqorida e'tibor qilamiz. Mana shu sath, mana shu sath. Bu hiqildoqni daxliz qismi, ya'ni hiqildoqqa kirish qismi hisoblanadi. Mana chegarasini to'liq ko'rsatib beraman. Hiqildoqqa kirish qismi hisoblanadi. Demak, vestibulum larynx deymiz. Ovoz tirqishigacha bo'ladi. Demak, mana bu yerdan mana shu yergacha bo'ladi. Ovoz tirqishigacha bo'ladi. Daxliz hisoblanadi. Daxliz tugashi bilan mana ovoz tirqishi va ovoz tirqishining ostida, demak, mana bu yer mana o'sha traxeya, bundan pastda traxeya, mana chegarani men ko'rsatyapman. Demak, traxeya bilan o'sha ovoz tirqishigacha bo'lgan sath, mana oraliq bu hiqildoqning pastki bo'shlig'i. Ya'ni buni biz ovoz tirqishining ostidagi bo'shliq ham deb aytamiz. Ya'ni cavitis infraglottica deb aytamiz lotin tilida. Demak, hiqildoqni ichki tomonida ikkita biz bo'shliqni ko'rishimiz mumkin. Bittasi mana uni daxlizi, ikkinchisi ovoz tirqishining ostidagi bo'shliq, cavitis infraglottica. Demak, vestibulum larynx hamda cavitis infraglottica. Aynan mana shu ikkita bo'shliqning orasida demak biroz toraygan tirqish bo'ladi. Tirqishni ustida mana hurmatli talabalar burmani ko'ryapmiz. Mana bitta burma. Bu qaysi tomonda? Bu daxliz tomonda. O'sha uchun ham biz buni daxliz burmasi deb aytamiz. Tirqishini ostida mana yana bitta burmani ko'ryapmiz. Biz buni demak ovoz burmasi deb aytamiz. Demak, burma plica vestibularis hamda plica vocalis. Demak, daxliz burmasi bilan ovoz burmasini orasida mana o'sha tirqish bo'ladi. Ovoz burmasi nimaga unday nomlangan? Chunki buni ichida ovoz boylamlari joylashgan. Ligamentum vocalis deymiz. Ovoz boylamlari bevosita mana muskulga davom etadi. Ovoz muskuliga, musculus vocalisga davom etadi. Demak, aynan mana shu soha juda katta rol o'ynaydi. Ovoz, ya'ni tovush hosil qilishda juda ham katta rol o'ynaydi. Endi hurmatli talabalar, hiqildoqdagi muskullarga to'xtalamiz. Hiqildoq muskullari 3 ta guruhga bo'linadi. Birinchi guruh ovoz boylamlarini tarangligiga ta'sir qiluvchi. Bu o'sha ovoz hosil qilishda juda rol o'ynaydigan muskullar hisoblanadi. Ikkinchi guruh ovoz tirqishini toraytiruvchi, uchinchi guruh ovoz tirqishini kengaytiruvchi. Demak, birinchi guruhdan boshlaymiz.
ovoz boylamlarini tarangligiga ta'sir qiluvchi. Mana hozir yuqorida aytib o'tib ketgan musculus vocalis aynan shu guruhga kiradi. Ovoz muskuli va ikkinchisi mana tashqi tomonida qildoqni, demak yuqorida aytdim, bu qalqonsimon tog'ay, bu uzuksimon tog'ay. Demak, uzuksimon va qalqonsimon tog'ay orasidagi muskul mana shu muskul. Bu muskulni biz uzuksimon, qalqonsimon tog'ay muskuli deb aytamiz. Demak, musculus cricotiroideus. Aynan bu muskul ham o'sha ovoz boylamlarini tarangligiga ta'sir qiladi. Demak, mana shu ikkita muskul, takrorlayman, musculus vocalis hamda musculus cricotiroideus. Mana shu ikkita muskul birinchi guruhimizga kiradi. Demak, hurmatli talabalar, ikkinchi guruhimiz ovoz tirqishini kengaytiruvchi. Mana bu muskul. Endi bu muskulni biz uzuksimon tog'ay bilan cho'michsimon tog'ay orasida bo'lganligi uchun ham va hiqildoqni bu orqa tomoni, mana bu oldingi tomoni, bu hiqildoqning orqa tomoni. Demak, uzuksimon, cho'michsimon tog'ay orqa muskuli deb aytamiz. Mana ko'rinishi yaproqsimon ko'rinishga ega. Mana shu muskul bitta muskul. Demak, uzuksimon, cho'michsimon tog'ay orqa muskuli deyiladi. Musculus cricoarytenoideus posterior. Demak, hurmatli talabalar, 3-guruh mushaklarimiz bular ovoz tirqishini toraytiruvchi muskullar. Buni mana ham rasmda, ham mullajda ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yuqorida aytib o'tdim, uzuksimon tog'ay. Mana bu yerda cho'michsimon tog'ay bo'ladi. Mana shu cho'michsimon tog'ay. Demak, uzuksimon va cho'michsimon tog'ay orasida lateral mushak ham bor. Ya'ni bu hiqildoqning yon tomoni. O'sha uchun ham lateral mushak deb aytamiz. Demak, musculus cricoarytenoideus lateralis. Rasmda mana shu mushak musculus, demak cricoarytenoideus lateralis. Bu birinchi o'sha hiqildoqning ovoz tirqishini toraytiruvchi mushak. Ikkinchi muskulimiz mana bu qalqonsimon tog'ay. Mana rasmda qalqonsimon tog'ay. Demak, mana bu cho'michsimon tog'ay, mana cho'michsimon tog'ay. Endi qalqonsimon tog'ay bilan mana cho'michsimon tog'ay orasidagi muskul. Demak, musculus thyroarytenoideus. Mana o'sha muskul rasmda ham ko'ramiz. Mana demak musculus thyroarytenoideus. Bu ikkinchi muskul hisoblanadi, toraytiruvchi. Va qolgan ikkita muskul, demak, mana shu rasmda mullajda ko'rsa bo'ladi. Demak, mana e'tibor qilasizlar, sathiga qiyshiq. Bu qiyshiq muskul. Demak, cho'michsimon tog'ayning qiyshiq muskuli. Demak, musculus obliquus arytenoideus. Va uni ostida mana ko'ndalang o'tgan mushak bu. Mana bu yerda uni tollalarini ko'ryapmiz, ko'ndalang o'tgan. Cho'michsimon tog'ayning ko'ndalang muskuli. Demak, musculus transversus arytenoideus. Mana shu 4 ta muskul, demak, eslatib o'taman, hiqildoqni ovoz tirqishini toraytiruvchi muskullar hisoblanadi. Endi rasmni o'zida yana ikkita qo'shimcha muskulni ko'ryapmiz. Demak, 3 ta guruhni sanab bo'ldik. Ikkita muskul bular qaysilar? Mana bu va bu. Bu muskulimiz, e'tibor qilamiz hurmatli talabalar, mana qalqonsimon tog'aydan boshlanyapti va hiqildoq usti tog'ayda tugayapti. O'sha uchun ham bu muskulni biza musculus thyroepiglottis deymiz. Bunisi bo'ladigan bo'lsa, uzuksimon, kechirasizlar. Bunisi demak cho'michsimon tog'aydan boshlanyapti hamda hiqildoq usti tog'ayda tugayapti. Demak, biz buni musculus arytenoepiglottis deymiz. Ya'ni cho'michsimon hiqildoq usti hamda qalqonsimon hiqildoq usti muskullari. Bittasi, ya'ni cho'michsimon hiqildoq usti, bu hiqildoq usti tog'ayini demak orqaga tortib ovoz umuman olganda hiqildoqning dahlizini yopadi va bu ovqat massasini demak hiqildoq dahliziga, hiqildoqqa nafas yo'liga tushishini oldini oladi. Ikkinchisi naborot, hiqildoqni usti tog'ayini demak oldinga tortadi va bu nafas olish uchun sharoit yaratadi. Bu rasmda ham ko'rishimiz mumkin, mana hiqildoqning dahlizi hamda ovoz tirqishini ostidagi demak bo'shliqni ko'rishimiz mumkin. Mana bu ikkalasi hiqildoqning qorinchalari, ventriculus, laryngealar
hisoblanadi. Demak, hiqildoq qorunchalari mana ovoz tirqishining ikkita yon tarafida bo'ladi.